O'sha sizlar bilan yana o'sha Felix va yangi videoga xush kelibsizlar. Do'stlar, cho'tkimi ishlar yaxshimisizlar? Do'stlar, biza bugungi videoda Minecraft o'ynaymiz, ya'ni qishki do'stlar. Bilasizlar nimalar bo'lib ketdi? No, do'stlar, hozir sizlarga nimalar bo'lganini ko'rsatib chiqaman. No, do'stlar, qaranglar, men bu yoqqa yana bitta xona qurdirdim. Shuning uchun anchadan beri videoga yo'qman. Tovuq pishmagan go'sht. Rex, sen холодильникni ochdingmi? Rex холодильникni ochganga o'xshayapti. Tak, холодильникka solib qo'yamiz. Bo'ldi, Rex. Qaytib ochma холодильникni. Borib, yomon asab qilishgansa kalib olib qo'yaman. Va do'stlar, yangi do'kon ochildi, ya'ni oziq-ovqat do'koni. Va Rex, seni nima qilsam ekan? Mayli, yura qol. Ismini o'zgartirdim. No, biza do'konni to'g'rilab kelishimiz kerak. Do'konchi bizaga ish qilishga yordam berib degandi va tak. Agar yordam bersak pul olamiz. Rex, yo'q, Rexni tashlab ketaymikin. Yo'q, Rex, mayli, seni olib ketaman. Tak, короче, Rex o'zing chiqasan. Yo'q, chiqa qol, Rex. Barakalla, o'zing pastga tushib tur. Endi esa biz ko'chaga chiqamiz. Yura qol, Rex. Tak, do'stlar, shidalom cho'xama to'plab olgan. Yomg'ir yog'yapti. Rex chiqdi. Oho, buncha yomg'irda hamma ishlar mashtarga kelgan bino tarafga. Bu yoqda bitta ham ishlar qolmadi. Do'st, ish olyapsizlarmi? Tak, do'konga yetib olishimizga qancha qoldi? Nuda. Mana shu taraf menga yaqin. O'rmon tarafdan borishni men maslahat bermasdim, ya'ni bizlarni qishloqqa kelganingizda. Xo'sh, eski uy. Va do'stlar, mana oziq-ovqat do'koni juda ham issiqda. Rex, kira qol, bul. Voy, uyib ketibsan-u, seni mana shu yerga o'tirg'izib qo'yaman. Keldingmi, Rex? Rex Ortman, keldingmi? Ha, keldim, janob Felix, xullas, ha. Senga ish bor. Yo'q. Nima yo'q? Yo'q, hozir men kuchugimni turga qo'yib qo'yay. Mana bitta xalaqit bermasin. Mana shu yerda turganing yaxshi o'g'irsin. Bo'ldi, shu yoqda hech kim xalaqit bermaydi. Xo'sh, mana bu nima deydi, mayda seyfim bor. Agar sen mana shuga pul tashlasang, tablet tashib ko'rdi. Tashladim. Endi esa yovib qoladi. Shu yerda orqa tarafida sandig'im bor. Sandiqda esa pullar tushadi. Shuni sen qo'riqlab, nima deydi, ko'rinmaydigan qilib qo'y. Bloklar oldingmi o'zing bilan? Bloklar oldim. Hozir men ishni boshlayman. Tak. Demak, mana shu orqa tarafda seyf bor ekan. Albatta to'g'rilab qo'yaylik. Do'stlar, mana shu joy nima bu yerda telefon ko'rinadigan qilib qo'yganmi? Tak, nima ish shunda mana shuni yopishimiz kerakmi? Okay. Va do'stlar, mana bu taxtalarni olib tashlashimiz kerak ekan. Janob sotuvchi aytdi. Betni olamiz. Lamat seni azobda. Tak. Nima shunda betni bitta devor qilib qo'yamizmi? Okay, do'stlar. Okay, nice. Bo'ldi, menimcha seyf endi ko'rinmaydi. Do'stlar, to'xtanglar, dekoratsiya berishimiz kerak bizga. Dekoratsiya bilan uy qurishimiz kerak. Yurtibman, matni bezatishimiz kerak. Tepasiga taxtalar qo'ysak, cho'tki chiqadi. Tak, bitta buni batga buni bo'ldi. Suvga sepiramiz. Tak. Bu ikkita blokni matga qo'yib qo'yaman, qulab tushmasin. Bo'ldi do'stlar, mana hammasini cho'tki qildik. Bloklarim ortib qoldi. Endi betni bezatib qo'yaylik. Tak, bezatyapman. Yarmigacha degan. Yo'q, buyog'da qilishyapti ekan. Tak, janob, mana ko'rinmaydigan qildim. Voy, bor-tur. Pulni keyin bersam bo'ladimi? Nimaga? Hozir berishingiz kerak. Iltimos, ertaga kel.
hozircha men do'konni yopishim kerak. Ha, mayli, tugib tursangiz beringda. Mana bu bloklar kerakmi? Yo'q, o'zingniki bo'laver. Rex ketdik bo'lmasa, tak, Rex o'zi chiqib oladi, eshikni ochishni biladi. Do'stlar, biz tezroq uyga borishimiz kerak. Uy, muzdak. Juda ham sovuq. Men uyga borib pechka yoqaman. Pechka Rex bilan sinab o'tiramiz. Do'stlar, bu nima deyapsizlarmi? Bilmagan bu nimaligini o'zingiz toping. Da, hamma ishtilashiga to'planib olgan. Voy, do'st. Buncha ko'pi, o'chirni qaranglar. Yo'ho! Sot tasha, bularni hammasini o'ldirish kerak. Sol, bo'yini sol. Rex, men javob. Voy, do'st, buncha ko'psizlar. Rex, do'pposlar bularni. Bular hali uyimizda o'g'irlardan ketishdi. Hammasini do'pposlar. Bo'l. O'zing do'pposlab kirasan. Yana bittaman, hammasi qochib yuribdi. Bo'l. Rex, tashqarida o'ldiribsanmi? Rex? Da, mana o'lyapti, shuncha odamni hozir qirvaraman o'g'rilar. Biz seni o'ldiramiz. Rex, yordam ber. Qanisan bularni o'ldirib tashqariga chiq. Mana senga o'l. Rex, dabdalasini chiqar. Dabdalasini solib tashla. Hozir do'stlar, Rexni qorni juda ham ochdi. Tak. Rex bitta talpa qilyapti hammasini. Chiqincha vatni tozalab qo'ydik. Stop! Menda qilich bor. Mana senga marazlar o'l. Yana o'g'irlagani kelishma. Rex? Ha, shu yerda kelsin. O'l, mazasini qochir. Judayam aqldan o'zgansizlarmi nimaga? Kvartira sizlarning uyingiz bor-ku. Bizani shunchalik uyimizni tortib oldinglar, merga aytib. Endi uyingda yasha, maraz. Rex, do'stlar, sening uyi. Bo'ldi, hammasi tozalandi. Rex, uyga kirishing mumkin. Bekorlarni o'ldirding-da. Yirtqisi yo'q. Hech narsa bo'lmaydi. Javob berga o'zim javob beraman. Jin ursin. Shuncha yigitlarini qanday yashaydi bizning uyda? La'nat, asabim buzildi. Rexni ovqatlantiray endi. Rexni qorni juda ham ochdi. Tak, olamiz do'stlar. Kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Do'stlar, nimaga ham bo'lib bizning uyga bosqinchilik qilishar ekan o'zlariga? Uy yetmaydimi, la'nati? Shuncha narsa. O'zim ham birozgina qizib ketdim. Короче, hammangizga videoni oxirigacha ko'rgan bolalarga kattakon rahmat. Sizlar bilan shu joygacha Felix bo'ldi va Rex va Felix bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sizlarni kutib qolaman.